Ma'ruf Tong'otarov 2026-yil kimyo to'plami A va B tip mashqlari plastinka mavzusi. Birinchi masalada aytilgan quyidagi moddalarning eritmasiga rug' plastinka tushirilganda plastinka massasi qanday o'zgaradi deyilgan. Ya'ni bizda kumush nitrat, temir sulfat, xrom xlor 2, kadmiy nitratlar berilgan. Shularga rug' plastinka tushiramiz. Endi rug' plastinkani jarayonda olib boradimi yo'qmi? Ya'ni mana shu rug' metall bilan mana shu eritmalarda kimyoviy jarayon boradimi yo'qmi, shuni bilishimiz uchun bizga Beketov qatori kerak bo'ladi. Mana shu rasmdan ham bilib olishimiz mumkin. Vodorodgacha, demak, magnitdan vodorodgacha mana bu qism o'rta aktiv. Vodoroddan so'ng passiv va alyuminiydan chapda aktiv metallar bo'ladi. Bizda chapdagi metalni o'ngdagi metal eritmadan chiqib chiqara olmaydi. Ya'ni rug' bizda kumushdan ko'ra chaproqda joylashgan. Kumush esa passivroq. Demak, aktiv metal passiv metalni o'rniga kelishi mumkin deya olaman. Lekin qandaydir passiv metal plastinkada yasalgan bo'lsa, o'sha passiv metal eritmadagi o'zidan aktiv metalni ajratib chiqara olmaydi. Hozir ko'ramiz uni ham. Demak, hozirgi birinchi jarayon borar ekan deyman. Chunki rug' kumushdan aktivroq. Rug' nitrat bilan kumush reaksiyani tenglaymiz. Plastinkadan -65 gram chiqib ketdi, lekin 216 gram qo'shildi. Natijada bizda 151 gram massa umumiy plastinkaga qo'shildi. Ya'ni ortdi plastinka massasi. 1 ga A bo'ldi. Ikkini qaraymiz. Temir sulfat temir bilan rug' sulfat hosil qiladi. Reaksiyamiz teng. 65 ni berib 56 chiqardi. Qabul qildi. Reaksiya boradimi desa, boradi deymiz. Sababi rug' temirdan ko'ra aktivroq. Shuning uchun o'rniga sulfat bilan tuz hosil qildi. Endi plastinka massasi o'zidan 65 chiqarib 56 qabul qildi. Natijada plastinkamiz massasi 9 gramga kamaydi. 2 ga B. 3 ga xo'p, xrom xlorid bilan rug' ta'sirlashadimi yo'qmi? Bizda keltirilmabdi bu jadvalda. Keltirilmagan bo'lsa-da, rug' aktiv metalga yaqin joylashgan. Xromdan va kadmiydan ham aktivroq hisoblanadi. Bu degani ikkala qolgan jarayonlarda ham jarayon boradi. Rug' xlorid bilan bizda xrom hosil bo'ladi. Plastinkada 65 massa chiqib ketib, 52 gram massa qo'shildi. Natijada massamiz farqi -13 gram plastinka massasi kamayibdi. Ya'ni B ga nima to'g'ri kelyapti? Yana 3 ham to'g'ri kelyapti. Xo'p. To'rtinchisi rug' nitrat bilan kadmiy bo'lsa, teng reaksiyamiz 65 gram plus 12 gram. Plastinkamiz massasi bizda 57 gramga ortibdi. Yani ikkala massani qo'shib qo'ysak 65 ga -65 ga +112 ni +57 gram bo'lyapti. Bu oshdi plastinka massasi tushunishimiz kerak.
Demak, A ga 4 ham to'g'ri kelayotgan. Ya'ni 4 1 A ga, B ga 3 2 to'g'ri kelayotgan. Shunaqa javobimiz bormi? Bor ekan, A javobga to'g'ri keldi. Bir ikkinchi savolda mis sulfatga xrom plastinka tushirilibdi. Xrom sulfat bilan mis hosil bo'ladi. Demak, plastinkada 52 gram massa chiqib ketib, 64 gram qo'shilganda nima bo'ladi? 12 gram massa plastinkada ortgan bo'ladi. Demak, plastinka massasi qanday o'zgargan deyapti. Bizda 52 gram xrom sarflanishi uchun 160 gram mis sarflangan bo'lishi kerak. Bu degani 160 gram mis sulfat 12 gramga plastinka massasini orttirar ekan. 64 gram mis sulfatdan qancha gramga ortadi desak, xo'p, 4,8 gramga ortar ekan. To'g'ri javob C. 2,2 mis sulfat eritmasiga kadmiy plastinka tushirildi. Plastinka massasi 24 gram o'zgargan bo'lsa, dastlabki eritmadagi mis sulfat massasini aniqlang. Mis sulfat va kadmiy. Kadmiy sulfat bilan mis. Kadmiy 112 gram sarflanganda, mis sulfat 160 gram sarflanadi. Plastinkadan 112 chiqib ketib 64 gram qo'shiladi. Natijada plastinkamiz massasi 48 gramga ortadi. Endi 48 gramga ortibdi plastinka. 160 gram mis sulfat sarflanganda. Endi 160 gram sarflansa 48 gramga ortsa, bizda 24 gramga ortganda necha gram mis sulfat sarflanadi desak, yarmi bu 80 gram bo'ladi. To'g'ri javob D. Birinchi masalada aytilgan 40 gram temir plastinka mis sulfat eritmasiga botirib olinganda 1 gramga oshgan. Uning tarkibini aniqlang. Ya'ni mana bu mis sulfat eritmasi. Plastinka temirdan yasalgan bo'lsa, ma'lum vaqt o'tgandan keyin mis ionlari chiqib, temir moddasi, temir atomlari ionlashib eritmaga tushadi. Endi mana plastinka 40 gram edi dastlab. So'ng 1 gramga oshgan ekan. Ya'ni M plastinka barobar 40 edi, 1 gramga oshsa 41 gram oxirgi massa bo'lib qoldi. Endi reaksiya tenglamasini yozib olamiz. $64 gram plastinkaga o'tganda 56 gram chiqib ketayotgan temir. Natijada 8 gramga farq bo'lar ekan. Ya'ni 8 gramga oshgan ekan. Bizda 64 gram mis chiqqanda 8 gramga oshgan bo'lar plastinka. Bizda 1 gramga oshib ketdi. 1 gramga oshganda plastinkada qancha mis borgan, shuni bilishimiz kerak va qancha gram temir o'tirgan, shuni ham bilishimiz kerak. Mana bu mis massasi reaksiyadagi, mana bu temirning massasi. Demak, 8 barobar kamayapti. 8 gram 8 gram mis va 7 gram temir sarflandi. Bizda demak, massa temirni hisoblaydigan bo'lsak, dastlab 40 edi, 7 gram sarflangan bo'lsa 33 gram plastinka 41 gram ichida va misning massasi bu 8 gram bo'ladi. Umumiy holatda haqiqatan ham 41 gram to'g'ri kelyapti. Demak, 33 ga 8 bu C javobga to'g'ri keldi. 340-masala 5% 340 gram kumush nitrat eritmasiga 40 gram temir plastinka tushirildi. Kumush batamom siqib chiqarilgandan keyin
plastinkaning massasi qanday bo'ladi? Dastlab eritma massasi orqali, foiz orqali erigan moddaning massasini topib olaman. Ya'ni M kumush nitrat nimaga teng? 340 ni ko'paytiraman 0.05 ga hisoblasak 17 gram ekan. 17 gram bo'lsa tenglama yozib olaman. Kumush nitrat plus temir nitrat bilan ikkita kumush. Demak 56 sarflanganda 226 gram demak qo'shilar ekan plastinkaga. Umumiy holatda plastinka massasi 160 gramga ortar ekan. Albatta 340 gram kumush nitrat sarflanganda, ikkita kumush nitrat 340 gram. Demak 340 gram sarflanganda 160 gramga ortsa, plastinka massasi 17 gramidan qancha bo'ladi desak, 20 barobar kamroq 8 gramga ortar ekan. 8 gramga ortsa, demak plastinka massasi dastlab 40 edi, keyin 8 gramga ortsa 48 gram bo'lib qolar ekan. To'g'ri javob A. Keyingisi 501-masala. 200 gram mis sulfat eritmasiga kobalt plastinka tushirilganda plastinka massasi 1 gram o'zgargan bo'lsa, dastlabki eritma tuzning massasi bo'lishini aniqlang. Mis 2 sulfat va kobalt. Kobalt 2 sulfat bilan mis ajraladi. Kobalt massasini hisoblasak, bizga berib qo'yganiga olmish deb 60 gram plastinkadan sarflanganda 64 gram qabul qilar ekan. Va bu 160 gram mis sulfat sarflanganda sodir bo'lyapti. Plastinka massasi 4 gramga ortgan bo'lsa, ya'ni 60 berib 64 qabul qilyapti. 4 gramga ortgan bo'lsa, 160 gram sarflanganda 4 gramga ortgan plastinka 1 gramga ortganda necha gram mis sulfat sarflanadi desak, 40 gram deb aytishimiz mumkin ekan. Demak, massa mis sulfatimiz 40 gram bo'lsa, eritma massasi 200 gram bo'lsa, umumiy foizimiz 40 taqsim 200 100% ga ko'paytirsak agar, demak 20% bo'lgan ekan. Dastlab to'g'ri javob B. 601 rux sulfat eritmasiga massasi 55 gram bo'lgan marganis plastinka tushirildi. Bunda plastinkaning massasi 56 gramga teng bo'ldi. Ya'ni 55 edi, 56 bo'lib qoldi. Ya'ni bunda 1 gramga ortdi. Ya'ni dastlab plastinka birinchi holatda 55 edi. Ikkinchi holatda massa plastinka 56 gram bo'ldi. Umumiy holatda demak delta M plastinka 56 minus 55 1 gramga ortibdi. Rux sulfatga mis plastinka, marganis plastinka. Demak, marganis sulfat, 2 sulfat bilan rux hosil bo'ladi. Plastinkadan 55 gram rux chiqqanda 65 gram rux qo'shilar ekan. Ya'ni 10 gramga ortsa 161 gram rux sulfat sarflanar ekan. Yoki eritmaga 55 gram marganis o'tar ekan. 55 gram marganis 10 gram farqda o'tgan bo'lsa eritmaga, 1 gram farqda necha gram eritmaga o'tgan desak, 5.5 gram marganis eritmaga o'tgan ekan. To'g'ri javob A. 701 200 gram mis sulfat eritmasiga 80 gram temir plastinka tushirildi. Bunda plastinka massasi 2% ga oshgan. Dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlang debdi. Demak, plastinka massasi berilgan, uning massasini oshishi ham berilgan. Demak, dastlab 80 gram berilgan ekan. U 100% bo'lsa, unga 2% qo'shilibdi. 2% ni topib olaman. 1.6 gram. Yo, 16 gram ekan. 1.6 gram bo'ladi. Demak, 1.6 gramga
oshgan bo'lsa, ya'ni bu oshgan. Mis sulfat plus temir. Temir sulfat mis 56 gram plastinkadan chiqib ketib 64 gram qo'shilgan. Natijada 8 gramga ortibdi. 8 gramga ortganda 160 gram mis sulfat sarflansa, ya'ni 160 56 1 moldan sarflanyapti reaksiyada. 8 gramga ortsa 160 gram sarflansa, 1,6 gram ortganda necha gram sarflanadi desak, 3,32 gram demak sarflanar ekan. Yozashdimmi? 32 gram. Endi foizini topib qo'yamiz. 32 ni bo'laman dastlabki eritma massasi 200 ga 100% ga o'tirsa agar 16% bo'lar ekan. To'g'ri javob D. 801 mis 2 sulfat eritmasiga 42 gram temir plastinka tushirildi. Massasi 4 gramga oshdi. Plastinka xlorid kislota eritmasi eritilsa qancha mol gaz ajraladi deyilgan. Demak, mis 2 sulfat bor. Temir plastinka tushirilgan. Mis sulfat, mis bilan temir sulfat hosil bo'ldi. Eritmadan 56 gram temir chiqib ketsa, plastinkadan eritmadan borman 64 gram mis qo'shilar ekan. 8 gramga massa ortar ekan. Endi temir 56 gram sarflanganda, ya'ni 1 mol sarflanganda 8 gramga oshibdi. 1 molidan 8 gramga osh bo'lsa, 4 gram oshish uchun necha mol sarflanar ekan? 0,5 mol. Mana bu 0,5 mol bo'lsa, bu ham 0,5 mol bo'ladi, bu ham 0,5 mol bo'ladi. Shunda plastinka massasini hisoblasak, 42 gramida xo'p qancha mol gaz ajraladi? 42 gramni demak molni topa olamiz. Dastlabki molni birinchi holat uchun 42 ni bo'laman 56 ga 0,75 mol. Demak, dastlab temir 0,75 mol bo'lgan ekan. Mis 0,5 mol qo'shildi. Shundan 0,5 mol temir chiqib ketib. Endi ikkinchi holatda temirni molini topadigan bo'lsak, dastlabida keyin 0,5 mol chiqib ketibdi. Eritmaga 0,25 mol qolibdi plastinkaga. Va ikkinchi holatda misli moli mana shu tayoqcha, mana shu temir bilan 0,25 mol temir bilan birga plastinkada qolgan mis 0,5 mol. Mana. Ikkala metallar xlorid kislotaga botirildi. Plastinka, ya'ni temir xlorid bilan vodorod ajraladi. 0,25 mol temirdan 0,25 mol vodorod ajraladi. Va mis xlorid kislota bilan ta'sirlashmaydi, bilamiz. Shunda to'g'ri javob vodorodning o'zi 0,25 mol A javobga to'g'ri bo'lyapti. Ko'pchilik misni kirishtirib olgan shoshilinchda, yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Hozir 0,75 chiqarishimni kutganingiz menimcha unaqa emas. 9-birinchi masala. Kadmiy sulfat eritmasiga 28 gram temir plastinka tushirilganda eritmaga 1608 gram temir o'tdi. Olingan plastinka xlorid kislota eritmasida eritilsa qancha mol gaz ajraladi deyilgan. Bu ham yuqoridagi masala bilan deyarli o'xshash, faqatgina oshgan massani bermayapti-yu, kirishgan massani beryapti. Kirishgan massa orqali topib olish mumkin, juda ham oson. Bu tepadagidan oson. 9 bir. 11 2
konsentratsiyalari teng bo'lgan kobalt 2 sulfatining ikkita eritmasi bor. Birinchi eritmaga rux plastinka tushirildi. Plastinka ajratib olinganda uning massasi 2 grammga kamaydi. Ikkinchi eritmaga temir plastinka tushirildi va ma'lum vaqtdan keyin chiqarib olinganda eritma massasi qanday o'zgaradi deyilgan. Endi bir xil hajmda konsentratsiyalar teng bo'lgan kobalt sulfatining ikkita eritmasi demoqchi. Kobalt sulfat. Birinchisiga rux plastinka tushirilgan, ikkinchisiga temir plastinka tushirilgan. Birinchisidan rux sulfat bilan kobalt, ikkinchisidan esa temir sulfat bilan kobalt ajraladi. Endi plastinka ajratib olganda uning massasi 2 grammga kamaydi debdi. Birinchi shart uchun. Demak 65 gram reaksiyaga kirishganda rux 60 gram plastinkaga o'tgan kobalt. Ya'ni 5 gramga ortibdi. Endi 5 gramga ortibdi. Temirimiz esa 56 kirishganda 60 gram kobalt plastinkaga o'tsa, bunda ham 5 gramga 4 gramga ortar ekan. Bizda birinchi plastinka massasi 5 gramga ortganda, ikkinchisi 4 gramga ortsa, bizda aytilgan 2 gram birinchi plastinka ortganda qancha gramga ikkinchi plastinka ortadi desak, 2 kere 4 8, 5 ga bo'lsak 1,6 gramga ortar ekan ikkinchi plastinka massasi. To'g'ri javob C. 12 va 2 da aytilgan metallning ekvivalentli sulfati bilan magniy reaksiyaga kirishganda magniy sulfat bilan metall hosil bo'ladi. Endi magniy sulfatdan 24 gram hosil bo'libdi degan. 24 gramidan 6,4 gramga oshibdi. 1 mol magniy sulfatdan 1 moldagiga nisbatan oshish kuzatiladi. Shuning uchun 1 mol uchun massani topa olaman farqini. 24 gramidan qancha massa ortadi? Berilgan 6,4 gramga oshgan. 120 gram magniy sulfat hosil bo'lganda necha gramga oshgan bo'lardi desak, $32 gramga ortar ekan. 1 mol tuz hosil bo'lishi uchun. Demak 32 gramga ortishi uchun 1 mol metall sulfat sarflanishi kerak ekan. Xo'p. 1 mol metall sulfat uchun 1 mol magniy sarflanadi. Bizda demak 24 gram magniy plastinkadan chiqib ketsa, x gram metall bizga qo'shilar ekan. -24 plus x barobar 32 deydigan bo'lsak, x barobar 56. Bu bizga temir metallini saqlagan tuz bo'lar ekan. To'g'ri javob C. Demak, molyar konsentratsiyasi 2 molyarli bo'lgan Mis2 sulfat eritmasiga 120 gram temir plastinka tushirilganda uning massasi 2% ga ortgan bo'lsa, dastlabki eritma hajmini hisoblang. Demak, molyar konsentratsiyasi 2 mol taqsim litr va eritmani hajmini so'rayapti. Ikki xil holatda hajm topish mumkin. Bir marta molyardan mol va molyarlik berganda hajm topish mumkin yoki zichlik bilan eritma massasi berilsa hajm topish mumkin. Boshqa holatlarda imkonsiz. 120 gram temir plastinka tushirilganda uning massasi 2% ga oshgan. 120 gram temir plastinkadan 2% ni hisoblaydigan bo'lsak, bu 2,4 gram bo'ladi. Demak 2,4 gramga ortgan ekan temir plastinkamiz. Reaksiyani yozib olamiz. Mis sulfat va temir.
temir sulfat bilan mis hosil bo'ladi. 56 gram temir chiqib ketganda 64 gram mis qo'shiladi. Natijada bizda 8 gramga massa ortar ekan. Endi 8 gram massa ortishi uchun 56 gram temir bilan 1 mol mis sulfat reaksiyaga kirishgan bo'lishi kerak. 1 mol reaksiya kirishganda 8 gramga plastinka ortsa, bizda 204 gramga ortganda necha mol tuz sarflanadi desak, 0,3 mol tuz sarflanar ekan. 0,3 mol tuzni molyarligidan foydalanib, ya'ni N barobar 0,3 mol, S barobar 2 molyarli. Bundan foydalanib V ni topaydigan bo'lsak, N taqsim S 0,3 taqsim 2 bu 0,15 litr, ya'ni 150 millilitr bo'lgan ekan. To'g'ri javob B. 14-ikkinchi masala. 100 gram 8% mis 2 sulfat eritmasiga mis ioni to'liq qaytarilguncha kadmiy plastinka tushirilganda plastinka massasi 6% kamaygan bo'lsa, dastlabki plastinka massasi qancha gram bo'lgan? Endi dastlab mis 2 sulfat eritmasini topa olishimiz kerak, massasini. Eritma massasi 100 gram. Birdan massani topib ketaylik. 100 ko'paytirilgan 0,08 8 gram mis sulfat. Endi 8 gram mis sulfatdan mis to'liq chiqib ketdi deyapti. Mis plus kadmiy. Mis 2 plus kadmiy 0. Kadmiy 2 plus mis 0. Plastinkadan 112 gram chiqib ketganda 64 gram mis qo'shilar ekan. Shunda bizda umumiy holatda 48 gramga plastinka kamaygan. Qachonki 160 gram mis sulfat sarflanganda. 160 gram sarflanganda bizda 48 gramga kamaysa, bizga berilgan 8 gramida necha gramga kamayish kuzatilar ekan desak, 2,4 gramga kamayar ekan. Endi plastinkani massasini 100% deb oladigan bo'lsam, 100% massamiz x, lekin bizga kamaygan massamiz 6% kamaygan va u 2,4 gramga teng hisoblaydigan bo'lsak, 40 gramga demak teng bo'lgan ekan dastlab plastinka massasi. C javob to'g'ri. Ya'ni 2,4 gram kamayish shunaqami o'zi 2,4 gramga kamayganda necha foizga kamayadi yoki 6% ga kamayish uchun necha gram ketishi kerak desak, mana shu proporsiyani tushunishimiz kerak bo'ladi. Set mashqlari. Birinchi savolda aytilgan: mis 2 sulfat eritmasiga massasi 10 gram bo'lgan temir plastinka tushirildi. Bunda plastinka massasi 11 gram bo'ldi. Qancha gram temir o'tgan? Demak, plastinka massasi birinchi holatda 10 gram bo'lgan. Ikkinchi holatda 11 gram bo'lgan. Umumiy hisobda 1 gramga ortgan ekan. Demak, mis 2 sulfatga temir plastinka tushirildi. Temir sulfat bilan mis hosil bo'ladi. 56 gram temir chiqib ketsa, 64 gram mis qo'shilsa 8 gramga ortar ekan. Demak, 56 gram temir o'tganda. 56 gram temir eritmaga o'tsa 8 gramga plastinka ortar ekan. 1 gramga ortganda qanday bo'ladi desak, 7 gram temir o'tgan deb olganmiz. To'g'ri javob D. 80 gram 3-masalada aytilgan. 80 gram 20% mis 2 sulfat eritmasiga 10 gram plastinka tushirildi. Eritmadagi mis ionlar barchasi chiqarilganda plastinka massasi qancha gram bo'ladi?
Endi mis 2 sulfat bor. Uning massasi 80-20% 16 gram. Xo'p. Temir bilan ta'sirlashganda temir sulfat bilan mis hosil bo'ladi. Ya'ni bizda 160 gram mis sulfat sarflanganda, xo'p, 56 ga 64 bo'lsa, 8 gramga ortayotgan bo'lar ekan. 16 gramdan necha gramga ortadi desak, xo'p, 0.8 gramga ortar ekan. Shunda plastinka massasi dastlab 10 gram edi, 0.8 gramga ortdi desak, 10.8 gram bo'lib qolgan ekan. To'g'ri javobdir. 8-masala 380 gram temir 2 sulfat eritmasiga magniy plastinka tushirildi. Plastinka massasi 8 gramga ortsa, dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlang. Bu oldingi A va tip masalalarda bor edi. Bunaqa masalalar, shuning uchun orqaga qaytarib videoni ko'rishingizni tavsiya beraman. 10-sida ham deyarli xuddi shu holat ko'ramiz. Xo'p, kumush nitrat eritmasi temir plastinka tushirildi. Shunda temir nitrat bilan 2 nitrat kumush ajraladi. Endi bunda kumush nitrat miqdori 2 marta kamaygan bo'lsa, oxirgi plastinka massasini aniqlang debdi. Bizda dastlab kumush nitratning molini topib olaylik. Birinchi holatda 0.4 litr 2 milliard 0.8 mol. Ikkinchi holatda o'sha kumush nitrat mol 2 marta kamaygan ekan. Ya'ni 0.8 ni 2 ga bo'lsam 0.4 mol qolgan. Bu degani 0.8 dan 0.4 ni ayirsak 0.4 moli sarflangan ekan. Plastinka massasini aniqlang debdi. 56 gram temir plastinkadan ajralsa 216 gram qo'shiladi. Bunda 160 gramga ortar ekan. 2 mol kumush nitrat sarflansa. Bizda 2 molidan 160 gramga plastinka massasi ortsa, 0.4 moldan necha gramga ortadi desak, 32 gramga ortar ekan. Dastlab plastinka massasi 100 gram edi. So'ng plastinka massasi oxirgi holat uchun demak 100 edi, 32 gramga ortgan. 132 gram massa to'plagan ekan. To'g'ri javob C. 11-savol. 200 gram 1% mis 2 sulfat eritmasiga 70 gram temir plastinka tushirildi. Eritmadagi mis ionlari to'liq qaytarilganda temir atomi necha foiz oksidlanadi degan. Mis sulfat bilan temir sulfat bilan mis hosil bo'ladi. Demak, massa mis sulfatniki hisoblaydigan bo'lsak, 1% 200 ni 2 gram bo'ladi. 70 gram temir plastinka tushirildi. Eritmadagi mis ionlari to'liq qaytarilgan temir atomlari necha foiz oksidlanadi debdi. Ya'ni mis sulfatning 2 gram uchun qancha temir sarflanadi shuni topaylik. 160 gram mis sulfat bilan 56 gram temir sarflansa, 2 gram uchun necha gram temir sarflanadi shuni bilsak, 0.7 gram temir sarflanar ekan. Endi temir 0 dan +2 ga o'tibdi. Shunaqami? Shunda oksidlanish darajasi oshgan bilayapmiz. Bu holatda temir oksidlangan bo'ladi. Bizda 70 gram edi temir. O'zi 100% massasi bor edi. Sarflangan 0.7 gram. Mana shu necha foiz massani tashkil etadi desak, 1% massani tashkil etar. Demak, 1% oksidlanibdi. To'g'ri javob A. 13. 80 gram 40% mis 2 sulfat eritmasiga metal plastinka tushirildi. Eritmadagi mis ionlarining barchasi siqib chiqarilganda plastinka massasi 8 gramga oshgan bo'lsa, metalni aniqlang. Mis 2 sulfat eritmasi ga metal plastinka tushirildi. Natijada metal bilan mis sulfat metal sulfat bilan mis hosil bo'ladi. Metalni bilmaymiz, valentligini bilmaymiz, qaysiligini bilmaymiz. 8 gramga oshibdi deyapti lekin
Endi e'tibor beramiz. 80 gram 40% misik sulfat eritmasi. Dastlab tuzni massasini topib olaylik. 80 ni 0.4 qo'ydirsak 32 gram bo'ladi. Endi mis ionlarining barchasi siqib chiqarilganda plastinka massasi 8 gramga oshgan ekan. 32 gram ichida misni massasini topib olsak, 32 ni ichida qancha bo'ladi desak, xo'p 160 tuzda 32 64 tuz. Hisoblasak 5 barobar kamroq. Xo'p 11 12 12,8 gram mis bor ekan. Endi mana bu misimiz 12,8 gram ekan. Mana bu x gram ekan. X gramdan 12,8 ni ayirib tashlasam, mis oshirgan aytgancha 12,8 dan x ni ayirib tashlasam, nechaga oshgan ekan? 8 gramga oshgan ekan. X ni hisoblasam 4,8 gram ekan. Demak, mana 4,8 gram bo'lgan ekan. Reaksiyada demak 4,8 gram metal sarflanganini bilyapman. Ekvivalent massa bo'yicha hisoblaymiz bu yog'ini. 160 gram mis sulfati ekvivalent massa 80 gram. 80 ekvivalent bilan qancha massa ekvivalent to'g'ri keladi? Biz 4,8 gram metal bilan 32 gram mis sulfat ta'sirlashyapti bo'lsak, hisob kitob qilsak, 4 barobar ortyapti, demak bu 12 bo'ldi. Demak, ekvivalent massa metal uchun 12 ga teng bo'ldi. Bu magniy. To'g'ri javob A. To'g'ri, fikr bildirishingiz mumkin. Bu yerda mol bo'yicha ketsak bo'lardi-ku deb. Yo'q, bu yerda mol bo'yicha ketsak bo'lmaydi. Sababi metallar har xil valentli bo'lishi mumkin. Yana bir aytishingiz mumkin. Bu yerda hamma metal ekvivalentli-ku deyishingiz mumkin. Yo'q. Hamma metal ham ekvivalentli bo'lib kelavermaydi masalalarda. 3 valentli bo'lib qoladigan holat bo'lishi mumkin, 1 valentli bo'lib qolishi mumkin. Va hokazo, xullas kalom. Siz ekvivalent massa bo'yicha ketsangiz ma'qulroq. Sababi metallarning na valentligi, na massasi berilgan, umuman hech narsa metal haqida ma'lumot berilmagan. Shuning uchun ekvivalent bo'yicha ketishga majburmiz. 14-savolda aytilgan: kumush nitrat eritmasiga temir plastinka tushirildi. Hosil bo'lgan eritmada tuzlarning molyar konsentratsiyalari tenglashganda plastinka massasi 8 gramga oshgan. Dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlang. Kumush nitrat eritmasi. Temir plastinka tushirildi. Demak, temir nitrat bilan kumush ajralibdi. Xo'p, kumush nitrat ham ortgan ekan. $85 gram kumush nitrat eritmasi ekan. Eritmasi dastlab 85 gram ekan. Tuzlarning molyar konsentratsiyalari tenglashdi. Ya'ni mollari tenglashdi desak to'g'riroq bo'ladi. Endi kumushni 216 gram ajralish uchun, ya'ni plastinkaga o'tish uchun 56 gram plastinkadan ajralish kerak. Natijada 160 gramga 2 mol kumush nitrat yoki 1 mol temir nitrat hosil bo'lishi uchun 160 gramga plastinka massasi ortish kerak. Endi bizda 80 gram oshgan deyapti. Shuni hisobga olib 8 gramga oshgan deyapti ekan. 8 gram uchun necha mol kumush nitrat va temir nitratlar jarayonda qatnashadi. 160 gram uchun 1 mol temir nitrat hosil bo'lsa, 8 gram uchun demak 20 barobar kam 0.05 mol bo'ladi. 0.05 mol temir nitrat mol ekan. Demak, mana 0.05 mol bo'lsa, konsentratsiyalar tenglashdi, bitta idishda bo'ldi. Yo'q, bitta idishdagi tuzlarning konsentratsiyalari tenglashdi degani, ularning mollari teng degani.
Chunki eritma hajmi umumiyda. Xo'p, 0.05 mol temir nitrat bo'lsa, buning uchun 0.1 mol kumush nitrat sarflanadi. Tuzlarning, ya'ni mana bu jarayon oxiridagi tuzlar va ularni mollari teng, chunki konsentratsiya teng. Shuning uchun kumush nitrat ham 0.05 mol ortibdi. 0.05 mol ortgan bo'lsa, dastlab shunda 0.15 mol bo'lgan ekan. Massasini hisoblaydigan bo'lsak, 0.15 ni ko'paytiraman 170 ga va foizini topishim uchun 0.15 ni ko'paytiraman 170 ga bo'laman 85 ga. Hisoblasak 2 100 ga ko'paytirsak 30% bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob 30% ekan. To'g'ri javob mana 30% bo'lgan ekan. 15-savol. 200 gram 32% mis sulfat eritmasiga 200 gram metal plastinka tushirildi. Mis ionlar baton siqib chiqarilgach, plastinka massasi 8% ga oshgan bo'lsa, metalni aniqlang deyilgan. Xo'p, bu ham juda qiyin emas. 200 gramni 8% ni topamiz dastlab. Xo'p, birdaniga topib ketay. 0.08 ko'paytirib. Demak, 16 gram, demak ortibdi. Endi mis sulfat eritmasiga metal botirildi. Metal sulfat bilan mis ajraladi. Endi dastlabki misni aniqlaymiz. Massasi 200 ni ko'paytiraman 0.32 ga 64 gram bo'ladi. Endi 64 gramning ichida qancha mis bor topib olamiz. 64 gram mis 160 gram mis sulfatda bo'ladi. 64 gram mis sulfatda qancha mis bo'ladi desak, xo'p, 4 barobar ko'prog'i 25.6 gram mis bo'lar ekan. Demak, mana bu misning massasi 25.6 gram. Mana bu x gram. 25 va 6 dan x ni ayirganda massam 8 gram, 16 gramga teng bo'lishi kerak ekan. Chunki metalning qanchadir x massasi ketib, 25 6 qo'shilganda 16 gramga ortgan plastinka. Tushunarli? Endi x ni topadigan bo'lsak, 8.4 mikan? 9.6 mikan yoki? 9.6 ga teng ekan. Demak, mana 9.6 ga gramga teng ekan. Metalni aniqlang debdi. Boyagiday ekvivalent bo'yicha ketamiz. Misning 64 gram massasi bilan 9.6 gram metal ta'sirlashibdi. Ekvivalent massasi 80 mis sulfat uchun qancha ekvivalent metal sarflanadi? 9.6 gram metal sarflanar ekan 64 gram mis sulfat uchun. Hisoblasak 12 ga teng bo'lar ekan. Ekvivalent massa 12 ga teng degani bu magniy metalli degani. To'g'ri javob B. 16-masala ham ozgina mantiqiy, buni o'zingiz ishlab qo'ya olasiz. 17-masalaga e'tibor beramiz. 24 gram metal plastinka kumush nitrat eritmasiga tushirildi. Reaksiyadan so'ng plastinka massasi 40 gram tashkil etdi, 16 gramga ortibdi. Xo'p, eritmadagi metal 2 nitratning massasi esa 18 gram bo'ldi. Metalni aniqlang. Bu ham ekvivalent massa bo'yicha ketsak yaxshiroq. Yuqoridagi eng oxirgi ishlagan masalamga o'xshaydi bu ham. Kadmiy nitrat tetragidrati suvda eritildi. Xo'p. Kadmiy nitrat va unga rux plastinka tushirildi. Suvda eritilsa bilamiz, kristal panjara buzilib ketadi. Bu degani kristal gidrat parchalanib, tuzni o'zi qoladi. Tuzni o'zining kristal panjarasi ham buzilib, ionlarga ajralib ketadi. Xo'p, kadmiy nitrat. Rux plastinka tushirilgan. Rux nitrat bilan kadmiy hosil bo'ldi. Endi
reaksiyamiz teng. 9,4 grammga oshibdi. Rux 65 gram bilamiz. Plastinkadan chiqqanda kadmiy 112 grammga qo'shilgan ekan. Natijada plastinka massasi bizda hop 47 mi endi? 47 grammga oshar ekan. Endi kadmiy nitratni anosini topamiz. Molni, rux nitratni molni topa olamiz. 1 mol sarflanganda hop 1 mol rux nitrat hosil bo'ladi va 47 grammga ortadi plastinka. Bizda aytilgan 9,4 grammga ortgan deyilgan. 9,4 grammida 0,2 mol rux nitrat hosil bo'lgan. 0,2 mol kadmiy nitrat sarflangan. Endi kadmiy nitratni dastlabki miqdorini topa olamiz. Tetragidrat 4 ta H2O. Molni topsak 154 ni bo'laman kadmiy nitrat 4 ta suvning massasiga. 308 ga bo'lamiz. Molar massasi 308 mana uni. Demak, 0,5 mol demak, dastlabki kristalogidrat bo'lgan ekan. Va 0,5 mol kadmiy nitratning o'zi 0,5 mol bo'lgan ekan. Endi oxirgi eritmada kadmiy nitratning molini topa olamiz. 0,5 ida 0,2 ketyapti, 0,3 qoldi tuz. Va rux nitratning o'zi 0,2 mol. Endi mana shu tuzlarni qizdirilganda geksagidrat bilan tetragidrat hosil bo'ldi. Mana bu tetragidrat ekan, 4 ta suv bilan va mana bu geksagidrat 6 ta suv bilan. Massasini hisoblasam 0,3 mol uchun, massasini hisoblayman 0,2 mol uchun. Shunda bizda kristal gidratlarni massasi kelib chiqadi. Xo'p, rux nitratni adashman. Rux nitratni tetragidrat ekan. Kadmiy nitratni geksagidrat ekan. Shunda massani hisoblab olamiz. Mana bu 4 ta suv bo'lganda 308 edi. 36 qo'shib qo'ysak necha bo'ladi? 344. 344 bo'lsa, 344 ni ko'paytiraman 0,3 ga. Xo'p. 103,2 gram. Mana buniki esa 65, 62, 62 plus 4 ta suv 72. 180, 180 ga 70, 250. 250 ga 16, 266. Demak, 0,2 ni ko'paytiraman 266 ga. 53,2 gram. 52 mi? 53,2 gram bo'lyapti. Javob sal chalkashlik ketgan. Men adashdimmi? Xo'p, 62 dan 2 tasi 124, 65, 9, 189. 189 ga qo'shaman 72 ni. Xo'p. 251. ekan. 261 bo'lar ekan. Shunda 52,2 gram bo'lyapti. Bo'ldi, shunda 52 ga 103,2. B javob to'g'ri bo'ldi. 22-masala. 200 gram 16% mis 2 sulfat eritmasiga rux plastinka tushirildi. Eritmadagi mis ionlari to'liq qaytarilgach, plastinka chiqarib olindi. Oxirgi plastinka massasi jihatdan 40% mis bo'lsa, dastlabki plastinka massasini toping debdi. Bu masala ham yuqorida masalaga o'xshash. Buni ishlasak bo'ladi. Xlorid kislota 26-savolda aytilgan. Xlorid kislota eritmasiga temir plastinka tushirilganda 6,72 litr gaz ajraldi, ya'ni 0,3 mol. Bunda plastinka massasi 42% ga kamaygan. Dastlabki plastinka massasi qanday bo'lgan?
xlorid kislota plus temir. Temir xlor 2 plus vodorod. Endi mana 0.3 mol ekan. 6.72 litr. 0.3 mol vodorod ajralishi uchun 0.3 mol temir sarflanishi kerak. Buni massasini hisoblasak 0.3 kara 556 necha bo'ladi? Xo'p. 16.8 gram bo'lyapti. Endi o'sha 16.8 gram dastlabki plastinkani 42% tashkil etar ekan. Demak, 16.8 gram dastlabki plastinkani 42% tashkil etsa, 100% 40 gram bo'lar. Yoki 40 gram bo'lmaydimi? 4 barobar. Xuddi shunda 40 gram bo'ladi. Shunda to'g'ri javob B. 34-masalada aytyapti. Temir plastinka xlorid kislota eritmasida eritilganda 4.8 litr gaz ajraladi, ya'ni 0.2 mol. Mana 0.2 mol ekan. 0.2 mol gaz necha gram temirdan hosil bo'ladi desak, 0.2 mol temirdan, ya'ni 11.2 gram temirdan. Bu plastinkadan chiqib ketdi bu ham. Qolgan plastinkada temir xo'p misik sulfatga botirildi. Temir sulfat bilan mis hosil bo'ladi. Endi mana bu holatda x mol temir sarflanadi, x mol mis plastinkaga o'tadi. Massasi 56x, buniki esa 64x. Ikkala jarayon uchun ham massani hisoblaganda plastinka 8 gramga ortgan bo'lgan. Endi dastlabki 11.2 gram ketish, ya'ni sarflanish va keyingi 56x sarflanishni bizdagi 64x misli massasi yopib ketdi. Shuning uchun 64x dan ayirib tashlayman 56x ni va ayirib tashlayman 11.2 gram temirni. Shunda ham 8 gramga ko'proq bo'lar ekan misli massasi. Hisoblaganimizda biz 8x barobar 19.2 ga x barobar xo'p 2.4 ga 2.4 mol ekan. Endi oxirgi plastinka massasini aniqlang degan. Bizda m temirning massasi dastlabki holat uchun hisoblaydigan bo'lsak, 11.2 gram dastlab sarflangan, qo'shilgan 56x, keyingisi bu bo'ladi 11.2 plus 56 ko'paytirilgan 2.4. Va mana shu massaga, mana shu dastlab plastinka massasi 8 gramga kamaygan. 8 gram ayirib tashlayman. Kamaygan. Shuning uchun men adashdim. Nimaga adashdim deyman? Kamaygan ekan. Xo'p, bizda misli massasi yopolmagan ekan. Ketishlarni, zararlarni. Bizda общий umumiy 11.2 massa va 56x massamiz o'ziga qo'shib olingan 64x misli massasidan 8 gramga ko'proq ekan. Ya'ni ko'p zararga kiritdi. Endi minus 8x 11.2 8 ga teng bo'lsa 3.2 miz 8x x teng 0.4. Demak, dastlabki plastinka massasini hisoblab olaman. 11.2 gram temir edi. Qo'shaman 56x temir. Hisoblasak xo'p 11.2 plus 56 ko'paytirilgan 0.4. 22.4 11.2 33.6 gram. Mana shu 33.6 gram ikkinchi holatda 33.6 grammimiz
8 gramm kamaygan. Shunda 25,6 gramm bo'lib qolgan. Shunda to'g'ri javob D. 37-masala. 160 gramm 10% mis sulfat eritmasiga 10 gramm temir plastinka tushirildi. Mis ionlar to'liq qaytarilganda plastinka massasi qanday o'zgaradi? Bu ham oson, juda ham. Bo'ldi menimcha. A, B, C tiplar shulardan iborat edi. Qolgan savollar o'xshash va takrorlangan ma'no jihatdan hech bo'lmaganda. Faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalga obuna bo'ling, videoni ulashing, saqlanib qiling, like bosing.